Falakat kelin. Choydan iching begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Onangni Voy, ja issiqmas-ku. Daryodan oqib keladi. Shohlardan marvarid. Voy. Suv qarash olayapti. Kelin. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Sani falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Onangni qirsiq ekan-ku. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlab yuradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ko'p? Bu ko'l qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ko'l qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 ga oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqvorchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz yo'qmi? Falokat. Duxovkani tepasi yoqmadi. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyorasiz, tavba. Voy. Ada, falokat aribdi-ku buni qali. Voy, bunisi endi hetrik bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demang mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar? Buni qilaman desam, buni qaqa qo'yishni bilmayman chiroqni. Keling adajon, men ishlab turaman chiroqni. Yo'q, kelin, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'z bilasiz. Falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, urib qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubor. Ha bo'ladi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyog'im kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladim. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik senchi. Annam tortib qopti dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin setish kerak. Voy ada, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, bizni bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozganmasiz. Ko'rib turgan barcha tabichishkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kerigan olib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka va yiqitganlari hammasiga hisoblandi. Yechib oling. Vela ciao, ciao. Men sevaman, Palakat kelin. sen sevasan. Qichqirib olgan balki bittu-bit. Tushunmay, tavba. U palakat, bitta. Nimaga meni doim palakat deyapsiz? Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan pochim bor. Birinchisi. O'san juman olib kelaring. Shu seningcha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sen beni to'g'irlolma. Ha? Adajon, o'san sizga javobida. Fatli, unaqa. Trayler. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildi. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotirib qo'ylaring. Kalla biram. Qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Befarosatlar. Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetrik kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketish. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Palakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suv quymaylik. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Paysahani bitta joyga qo'ymaysanlar. Voy qon. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? To'xta bolam. Xotining o'tib ketsin. Bu biz bitta palakat bo'ladi. Voy, ikkita erkak kishi bitta qilmoqchidan ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshdan sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Tushmaysizmi? Kelin, biz aqqa qolib keldik. Adajon, shunday san'atchilar Nazarbek mosga ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'a deb ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kirmoshlarni qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kirmoshini olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 taligi 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan ushbu rang ham bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qoyil. O'la palakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Harakat kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olsa, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tillo, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'am. Nima qilib qo'ydi tog'am? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qildim. Keliningiz qalay ekan tog'a? Jiya, men uyga keta qolay. O'zi yaqinda keldingiz-ku. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'a yuzlarini yuvib bo'ldi. Men sochim. Shuna. Yosh bolami siz bering, men. Tavba qildim. Boshimni poyladimi kelin? Hech cho't bo'ldi-yu. Omey. Boshim Siz qon chiqib o'lasiz. boshim aylanib ketyapti-da, jiya. Menga qara, o'zi davlini o'chashni bilsam, g'alati bo'lib qo'llar ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman. Jim turing, pulsini eshitolmayapman. Jiya, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Legunadan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'anadan nariroq yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuziga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiya. Tog'ajon yana kelibdi, ha? Boshqa qaytib kiyma, kelin. Xotin, bugungi qilgan hamma palakatlaring tog'am gurda men ko'rmadilar-ku, palakat. Voy, bichimiz husn, palakat emasman. No, now you know, nigga. Tog'a, tog' temadi bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to Harakat kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'g'i, his qilasan. Gilam to'g'irlab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, his qildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshingizda o'yladingizmi? Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. बोले चूड़िया बोले कंगना Ko'tara olmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar, ha. Kenay nima qilyapsiz? Mani ushlab turing. Nima qildi? Mani ushlab turing. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayapti-ku. Tushmayaptimi? Bering, buni mamnun qiladi. Sen jinnimi, sen xunani qursan? Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Ha, mana soplasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zingiz bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'aga. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon. Harakat kelin. Ha jiyan, amakingga suyan. Amakijon kelibdilar. Qo'llaridan tarvuzi olmaysanmi? Amaki, tarvuz o'rniga shopta ololmabsiz-da, yumshoqroq tushibdi. Jiyan, kelinni sho'xidan olibsan-da. O'tir nima ayda o'zim osh qilib beraman u choqda. Tarvuz qizil ekan, lekin. Buni nima qilmaydi? Qancha ko'rsataman. Cho'ni nima qilib naqib qo'yding? Hech narsa qilganim yo'q. O'zinglar aralashib bilmayapsizlar, tavba. Yeding va bilan. Kenay, siz amakingga nima qo'ydingiz? Qanaqa palakat kelsiz? Siz nima bunday qilasiz? Qo'yib, Kenay qavut nima qilgan qo'ying. Oling amakijon. Yo, kelin, men buni ustiga qo'ya qoling, sizdan choy olish xavfli-da.
Tog'a siz yuzdan yashamayman, ketaman. Ey to'xta-chi. To'q miya nima qilib qo'ying bilasanmi? Ertaga tug'ilgan kun edi jiyanim. Xafa qilding. Tug'ilgan kunimida. Ha mayli, ertaga uyga borib sovg'a berarman. Jiyam, bu senga tug'ilgan kuningga sovg'a. Rahmat, men bunday kutmagandim to'g'risi. Buncha chiroyli bilan. Uchib ketolma. Dada, O'g'lim qayerga ketdi? Uchib ketdi. Qayerga uchib ketdi? Tepaga. Malaka kelin. Ha, xotin tayog'ini qatta olding. Anu maqola eshitganmisiz? Qashini. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Eshitganmi? Mana yo'qotdi. Voy! Qo'limni sindirdim, barakat. Agar mushug'ini bosib olganingizda, o'zim oyog'ingizni urib sindirardim. O'sha olib. Harakat bo'yicha chempionsan, qo'limni ham sindirding. Burring boshiga. Siz emas, boshingizga men uraman. Ya, kelinga qo'l ko'tarmagin. To'miyim, adashib meni emas, tog'am bo'lding. Endi adashmayman. Siz tog'am-a? Telefon ishingda tez olib qo'limni sindirgansan. Alo. Alo, assalomu alaykum, Zohidjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yetib oldingizmi? Ha, hali shunaqami? Bashcha. Ay, senga qo'ling ko'rding-a? Xiyonatga jazo shu. Buni sinab sindirding. Mana hozir mashina haydashim kerak. Ikkita qo'li sindirding. Qala haydayman. Ha, men haydayman. Trani yo'q. Kiyinib chiqmansiz, zo'r joyga olib boraman. Adasi, bu Chilonzor avtomaktab. Bu yerda boshlang'ich 1,5 million so'm pul to'lab, pravaga bemalol o'qishni boshlasangiz bo'ladi. Aytganda bu yerda o'qituvchilar hammasi professional, zamonaviy uslublarda o'rgatishadi. Nabodo pravani ola olmasang, ana 1,5 million so'mlik ekspress kursiga mutlaqo bepul. Xullas pravani olguncha o'qitishadi seni. Bunaqa shogird qayerda bor yana? Yanachi joyi ham zo'r. Chilonzor targovoy sentrda o'zida. Oldindan aytib qo'y, xotinim sal palakatroq xitob bo'lib yurasiz. Sharchalik bo'lsa kerak. Joning menga. Aytdim, palakatdi.